Shu lustralar mana shu yerda biz tomosha qilib yuribmiz. Keyin bir narsa arzikolar kimga qanaqa nimadir kerak bo'lsa, xudo xolasa mana o'zi kecha keldik biz Xitoyga. Ya'ni hozir mana shuga elektron muraviy, solnechniy panel, keyin traktorimiz bor, bir ikkita traktorga kimga qanaqadir texnika kerak bo'lsa, biz shu yerda 20 kun, 15 kun, 20 kun shu yerda bo'lamiz. Bemalol kelishlaringiz mumkin. Telefon qilishlaringiz mumkin. 902 20 15 00 shu WhatsApp'im, eski WhatsApp. Jigarlarimiz nisbatan g'aza arzon narxda olib beramiz. To adresingizgacha. Biz hozir mana shu Strattilni magaziniga kelganmiz shu yerga. To'g'ri Barin aka? Kecha keldik. Nima dedi mana shu bitta obunachilarimiz misol texnika deydi-ku, misol traktor deydi, mexlopat deydi. Olib berishimiz Boy narsa. Lubboy texnika bo'lsa, Yo'q degan gap yo'q. ha. Bor. Siz chiqqan qing tamom, biz yetkazamiz. Checheniya mana shu 20 kun, 25 kunda tarslab qo'lingizga olasiz. Nimaiki texnika bo'lsa bemalol. Hammalaringizga yaxshi kayfiyat tilab qolamiz. Biz kecha kelganmiz Xitoydan. Qayerga ber? Urumchimi? Urumchida. Ertaga Shanxayga ketamiz askollar. Undan keyin boshqa joyga ketamiz. Xullas askollar. Nima deydi? Xitoyda aylanamiz. Kim qanaqa taklif qilsa bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Yaxshi kayfiyat tilab qolamiz, sog' bo'lingizlar. Mana lustra. Mana menda muloyim shimka qilyapti, o'zidan video olyapti qizim. Ha, Barin aka. Men qayerdaman? Ha, men qayerdaman, topinglar deganda, men Xitoyning Urumchi degan joyidaman. Lustralarning turi bilan ko'ryapsiz. Vahshida. Bizga o'xshab Niho. Bizga mana qarang, bu lustralar vahshida dahshatlari bor. Lekin bularni zakaz qilib olib bera olmaymiz. Chunki deganda bularni sindirib qo'yish aniqda. Bularni qarang. Bir nomli lustralar bor bu yerda. Buning hayron qolasiz jigarlar. Mana ko'ryapsizmi? Chiroyligini qarang buni. Bu avchi dahshat lustralar bor ekan. Mana lustrani qarang mana buni. Buni uzunligini qarang buni. Voy tavba. Mana bu yerda lustra turibdi, uzunligini qarang. Mana bu yerdan ko'rsatayim. Mana bunday garchi uzunligi. Uzunlik lustralar. Mana bu farlarni qarang, qanday zo'r chiroyli. Shu dahshat emas. Gap yo'q lekin. Mana nima lustra? Chiqadi mana lustrani qarang mana. Bu nima lustra bular, ey? Keyin jigarlarimiz yana bir narsa, mana shu puldor akalarimiz bor-ku. Pul demaydigan akalarimiz bor. Shularni uying oldiga o'ldiradi mana shu. Tagiga mana shunday gazonni egasiz. Mana xolasangiz mana bundaki olib beramiz mana. Mana kiyiklardan bor. Mana narxini yozib qo'yibdi. 4500 yuan, 4750 yuan, 4300 yuan mana bular mana. Bular mana qarib 7000 yuan ekan mana. Endi buni qancha bo'ladi deyishlaringiz mumkin. Bir qarang, bu hozir mana 4750 yuan qancha bo'ladi? 400 где-то 500 dollar ekan-a? Joyida turibdi, 500 dollar. Shunday bo'lyaptimi? 500. Xo'p, 500 где-то 600 dollar bor azizlar. 600 dollar bo'lyapti. Joyida bo'ladi. Bunda bedamdagi nima dedi? Targ'ibot qilish yo'q. Shundoq shu magazin edi. Mana bu yoqlar hamma joy lustra. Qaydan kirib, qaydan chiqayotganimizni bilmayman. Bir tomosha qilingizlar. Xitoyda. Tozaligiga e'tibor qilingizlar. Men o'ylardimda bunchalik toza bo'lmasa kerak deb o'ylaganman, lekin jigarlar vobshe dahshat. Tozalikda birinchi o'rinda ekan bu yer. Молодец, qandini ursin.
Menga ham ma'qul bo'ldi. Xitoy. Mana lyustralar. Mana Любой nomli svitanliklar. Mana oshxona va kuxnyaga mana bu odamlardagi историческийлар bor. Lyustralar. Mana lyustralar qarang bularni.